Azizlar, sizlar kutgan katta chegirmani boshladik. Ya'ni Qurbon hayiti munosabati bilan 1-iyun sanasidan 15-iyun sanasigacha deyarli zavod narxida barcha gilamlarni xarid qilish imkoniga egasiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani markaziy stadionni ro'parasida joylashgan. Ya'ni Nemran gilamlar savdo markazi. Demak, tayyor bo'lsanglar, videoga bitta like bosib turinglar, biz esa narxlarini tanishtirib o'tamiz. Boshladik. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Sizlarga gilamlarimizni birma-bir tanishtirib o'tamiz. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Xan gilamimiz razmeri 3 ga 4, kvadrat metr 40 ming so'mdan, bozorlarda 600 ming, 650 ming atrofida sotilingan gilam hozirga kelib chegirma narxida 480 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Shu turish holati 480 ming so'mdan. Har xil turdagi rasvetkalari mavjud. Keyingi gilamimiz razmeri 3,5 ga 5 popili gilamimiz bozorlarda 950 ming, 1 million atrofida sotilingan, hozirga kelib chegirma narxida 700 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Razmeri 3,5 ga 5, har xil turdagi rasvetkalari mavjud. Navbatdagi qalin gilamimiz razmeri 3,5 ga 5, bozorlarda 1 million 400, 1 million 450 ming atrofida sotilingan, hozirda chegirma narxida 1 million 50 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Keyingi gilamimiz Lauren gilami, razmeri 3,5 ga 5, populi gilamimiz bozorlarda 1 million 450, 1 million 500 atrofida sotilingan, hozirga kelib 1 million 140 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Keyingi gilamimiz Lauren gilami, razmeri 3 ga 5, bozorlarda 1 million 200, 1 million 300 atrofida sotilingan, hozirga kelib 975 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Keyingi gilamimiz Lauren gilamimiz, u ham populi, razmeri 3 ga 4, bozorlarda 1 million 50, 1 million 100 sotilingan, hozirga kelib chegirma narxida 780 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Navbatdagi eng xaridorgir mehmonxona bob BYD nomli gilamimiz razmeri 3,5 ga 5 bo'lib, 2 xil tovlanuvchan xususiyatga ega. Bozorlarda 2 million 200 ming, 2 million 300 ming atrofida sotilingan, hozirga kelib chegirma narxida 1 million 570 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Chetlarida ko'jalari va popilari mavjud, 2 xil tovlanuvchan xususiyatga ega. Keyingi gilamimiz Zilli nomli qalin mehmonxona sarpobob gilamimiz, razmeri 3,5 ga 5, bozorlarda 2 million 700 ming so'm, 2 million 800 ming atrofida sotilingan, hozirga kelib chegirma narxida 2 million 275 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Keyingi gilamimiz razmeri 3 ga 5 zilli gilamimiz, bozorlarda 2 million 300, 2 million 400 ming sotilingan, hozirga kelib chegirma narxida 1 million 950 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Bizda yangilik Turkiyaning premium sifatdagi momo gilamlaridan ham mavjud. Bu gilamlarimiz asosan mehmonxona va yotoqxona, hatto bolalar xonasi uchun ham juda mos keluvchan yumshoq momo gilamlarimizdan. Har xil turdagi rasvetkalari mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda shu momo gilomlarimizni kavralan metrajlaridan ham mavjud. Eni 4 metrlik bo'lib, eski narxi 1 million 600 ming so'mdan sotilingan, hozirga kelib chegirma narxida 1 million 300 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Buni har xil turdagi razmerlaridan mavjud. Sifatli atroflarga solib foydalanishingiz mumkin. Qalinligiga e'tibor beramiz. Juda yumshoq va momiq. Bosganda oyog'ingiz kirib ketadi. Juda momiq. Ko'rishingiz mumkin. Xan nomli kavralan metrajlarimiz eni 3 metrligi bozorlarda 160 ming, 150 ming so'mdan sotiladi. Hozirda chegirma narxida 120 ming so'mdan 1 metrni xarid qilishingiz mumkin. Kvadrat metri 40 ming so'mdan. Bunisi esa 3,5 metrli xan gilamlarimiz. Bozorlarda 170 ming, 180 ming atrofida sotilinadi. Hozirda bizda chegirma narxida 140 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Har xil turdagi rasvetkalari mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Keyingi gilamimiz Zara gilamimiz bo'lib, eni 3 metrligi, bozorlarda 250 ming, 240 mingdan sotilingan gilam, bizda chegirma narxida 195 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Har xil turdagi rasvetkalari mavjud. Keyingi gilamimiz Vavilon nomli gilamimiz. Bu ham poliestirli tovlanuvchan xususiyatga ega. Eni 3,5 metrligi, 300 ming, 320 mingdan eski narxi sotilingan, hozirda chegirma narxida 230 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin.
Keyingi BYD nomli metrajimiz 2 xil tovlanuvchan xususiyatga ega. Eni 3,5 metrligi eski narxi 430 ming so'mdan sotilingan, hozirda chegirmada 315 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Keyingi gilamimiz Turkiya sammesli to'qilingan tosh gilamimiz, eni 4 metrligi, eski narxi 750 ming so'mdan sotilingan, hozirga kelib skidka narxida 660 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Har xil turdagi rasvetkalari mavjud. Keyingi gilamimiz Turkiyada ishlab chiqarilgan paxtali gilamimiz, eni 3,5 metrligi, eski narxi 1 million 130 ming so'mdan sotilingan, hozirda chegirmada 910 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, bizda har xil turdagi darochkalardan ham mavjud. Misol uchun 1 metri eng arzoni 40 ming so'mdan boshlab 165 ming so'mgacha mavjud. Bu esa taftin polosimiz, eni 3,5 metrli, bozorlarda 180 ming 190 ming so'mdan sotilingan, hozirda chegirma narxida 140 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, juda qalin, issiq sovuqda ushlaydi, gilom o'rnida foydalanishingiz mumkin. Har xil turdagi rasvetkalari mavjud. Azizlar, mana gilam narxlarini qisqacha tanishtirib o'tdik. Eslatib o'tamiz, chegirma muddati 1-iyun sanasidan 15-iyun sanasigacha Nemran gilam do'konlarini barcha filiallarida bo'lib o'tadi. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. Orientir markaziy stadion yoki Istiqlol domlarini ro'parasida yoki Visol to'yxonasini oldida ham joylashgan. Qanaqadir savol bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ha, aytgancha, uyimga gilamim tushmay qolsa-chi degan savol bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilsanglar, bu yerdagi xodimlar o'zlari borib uyingizni o'lchash, gilam olib kelish yoki dastavka qilish, overlock qilish xizmatlari ham bu yerda mavjud. Savolinglar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Barchangizni Nemran gilam do'konlarida kutib qolamiz.